Xitoy 101 Siloston yo'nalishi bo'yicha ikkinchi videomiz. Video qilayotgan holatda qo'ng'iroq bo'lib qoldi, shuning uchun kelgan joydan davom ettiryapmiz akalar. Ukalar mana boya aytganda Voha tomonlarga berdik. O'zini nihoyatda ishonchli oqladi. 90 tonnadan 85-94 tonnadan silos berdi. Boya ta'kidlab o'tganimdek 2 million 100, 2 million 200, 2 million 300 mingdan 160, 170, 190 dollargacha qopini olib turli firmalar urug'larni olib ekishyapti. Dehqonlar ko'ryapmiz. Bunaqa bir kutilgan natijani bermayapti. Xitoy urug'lari 2 donadan sota yetkazib, bo'y jihatdan ham mana yildan yilga mukammallashib, yana ham serhosil, unumdor, kaloriyasi yaxshi urug'lar kelyapti mana. Shularni jumlasidan hozirgi mana qilayotgan videomiz Xitoy 101 silos yo'nalishi bo'yicha mana. Dumburlar ko'ryapsizlar, bir chekkadan ba'zi bir makkalar ichiga kirsangiz, ichida yo'q-da. Ko'pchiligiga yaxshi bo'lgan joyini oldi. Ya boshqa deyish mumkin, yo'q bunaqa emas. Shuning uchun mana bir chekkadan ko'rsatyapmiz. Holati zo'r bo'lgan. 2 martadan bo'lib karbamid dori solganmiz. 1-2 marta suspenziya qildik, suv berdik 3 marta. Agar bu yerga 300-400 kilodan fosforli o'g'itdan amofosdan bersa, menimcha natijasi dahshat bo'ladi, boshqacha bo'ladi. Bizning kamchiligimiz shu yilda endi nasib qilsa yildan keyin boshqacha bir texnologiya bilan bunga ishlov beriladi. Boya aytgandek kamchiligimiz biz oralig'ini, masofani juda yaqin ekib qo'yganmiz, 18 sm. Kami 20-22 bo'lishi kerak ekan. Shunda shamol kelib, quyosh tegib yaxshi erkin, katta bo'lishi yaxshi bo'ladi. Dum bilan 2 donadan olish ehtimoli ko'proq bo'lib, tana ham yaxshi yo'qoladi. Lekin hozirgi holatida ham bitta dum bilan ham o'zi 500-600 grammdan kam emas. Turishi 1,5 kilo ves beradi bir dona ko'chat. Videoning ostida telefon raqamlarini qoldiramiz. Qiziqarlar bo'lsa, Xitoy urug'lari bo'yicha bemalol aloqaga chiqadi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati bor. Asosiysi urug'larimizga garantiya chiqishiga, boshqasiga. Urug' arzon, o'ta qimmat emas, lekin natijasi zo'r, asosiysi. Endi oshcha gap so'zga hojat yo'q. Eskidan dehqonchilik qilib yurgan dehqon akalarimiz bo'lsa o'zi videoni ko'rish bilan farqiga borishadi. O'zlari ajratish oladi. Xitoyda 70, 90, 101, Tianshan 6, Tianshan 5 urug'lari bu yil zo'r natija berdi. Endi qolganlari ham yaxshi, lekin natijasi zo'r bo'ldi. Ko'pchilik aka-ukalarimiz, dehqonlar 958, 1 kilo 8 grammlik pachkada urug'ga yopishib olgan, hali qo'pol qilib aytganda, har yili shuni ekadi. Zo'r deydi. To'g'ri, bu ham yaxshi, lekin xohlasak, xohlamasak har narsani davr o'tadi, undan ham serhosil, undan ham mukammal nav egallaydi. Shuning uchun 958 ga ham shu rasxod ketadi. Shu umr, shu ishlov bo'ladi. Agar silos uchun ekadigan akalarimiz bo'lsa, shuni ekkan ma'qul. Bo'y jihatdan ham, hamma jihatdan zo'r. Mana uvat qismi mana ko'ryapsizlar. Ishlov berilmagan uvat qismi ham natijasi zo'r bo'lgan. Bundan tashqari Xitoyda 73 navi ham zo'r bo'ldi. Xitoy 73 nav. Mana uvat qismi mana ko'ryapsizlar. Dalaning ichiga kirish. Mana kirgandan keyin holat mana bosh tomondan ko'ryapsizlar. Dum bilan 30-35 sm. Mana ko'pchilik zo'r yerini ko'rsatdi deb ba'zi bir fuqarolarimiz nima deydi, negativ fikr yozishadi. Shuning uchun ko'rsatib qo'yapmiz mana. Endi hamma o'zini erkin fikr bildirishga haqqi bor deydi-ku. Mana bir joyda turib olmayapmiz mana. Aylanib ishga kirgan holatda. Rosa dahshat. Super natija, xudo xolasa mana. Buni o'rayotgan mahalni, yig'im-terim qilayotgan mahalni ham ko'rsatamiz. İçlerini ko'ryapsizlar. Lekin balki serbaklik uchun dumbil to'g'risi uzoqdan ko'rinmaydi ekan. Ichiga borsangiz mana bu ko'rinar ekan. Mana qarolsiz uvat qismi dalani o't bosib ketgan mana. Shu qismidan kelib ko'rsatyapmiz mana. Mana ko'ryapsizlar dumbillar. Bu dahshat.
Hozir shu daraning yonida 73 nav ekilgan. Shu 73 nav bilan buni farqini ko'rsatamiz sizlarga. Mana bu yer 73 ga bir qop probaga ko'rdik. Mana kirdik. 73 nav bo'y baland bo'lar ekan. Mana buni ham unga nisbatan tanasi ingichkaroq, balki tikka. Unga nisbatan 60-70 sm pastroq. Dumbuli ham sal nisbatan maydaroq. Voy, navimiz bilan buni farq. Endi bu ham juda mayda emas, lekin unga nisbatan maydaroq. Buni bo'y pastligining sababi bu. Don yo'nalishi bo'yicha bo'lgani uchun. Siloska ham 60 tonna. Xotirjam beradi bu ham. Mana farq. Xitoy 73. Buni bilib olgan yaxshilik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hurmatli aka-ukalar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammalarni xonadonlarga tinchlik, xotirjamlik, omad. Dehqon akalarimizni bu yilgi dehqonchilarga Xudoyim baraka bersin. Mulkul xirmonda ustida jamlanish nasib qilsin hammamizga. Nasib qilsa keyingi yillarda yangi hosil uchun urug' qadayotgan mahalda aloqaga chiqsanglar, nasib qilsa urug'ni yana boshqa turlardan ham yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.